Milliy sanoat zanjiri. Milliy sanoat zanjiri. Milliy sanoat zanjiri. Milliy sanoat zanjiri. Sanoat zanjiri. Sanoat zanjiri. Milliy sanoat zanjiri. Sanoat zanjiri. Milliy sanoat zanjiri. Sanoat zanjiri. Milliy sanoat zanjiri. Kun davomida Samarqand viloyatidagi Sof Expo ko'rgazma markazi transport sohasi vakillari, yirik davlat buyurtmachilari va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni bir maydonga jamladi. Bu yerda eng muhimi yangi hamkorliklar uchun amaliy muloqot maydoni yaratildi. Transport sohasiga bag'ishlangan Milliy sanoat zanjiri ko'rgazmasining asosiy maqsadi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yirik davlat buyurtmachilarining ehtiyojlari bilan bevosita bog'lash, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va sanoat kooperatsiyasini yangi bosqichga olib chiqishdan iborat bo'ldi. Ko'rgazmada temir yo'l, aviatsiya, avtomobil yo'llari, shahar transporti hamda logistika yo'nalishlariga oid zamonaviy mahsulot va texnologik yechimlar namoyish etildi. 2 kun davomida mana shu sanoat zanjiri yarmarkasi doirasida transport sohasidagi tadbirkorlik subyektlari, ishlab chiqaruvchilar, shu bilan birgalikda yirik buyurtmachi sanoat sohalaridan xarid qiluvchi o'sha Transport vazirligining tizim tashkilotlari tomonidan faol ishtirok etishdi. Asosiy mana shu 2 kun davomida bo'lib o'tgan ko'rgazmaning asosiy eng bir e'tiborli jihatlaridan biri biz o'sha tadbirkorlarga har bir importga olib kirilayotgan mahsulotlarini texnik parametrlari bilan birgalikda kelajak loyihalarni ham biz taqdim etish choralarini ko'rdik. Birgina misol sifatida aytishimiz mumkin, shu kungacha importdan olib kelingan o'sha O'zbekiston Airways aksionerlik jamiyati tomonidan xarid qilib kelinayotgan tekstil materiallarini 1,5 million AQSh dollariga teng ekvivalentdagi mahsulotlar xarid qilingan. Mana shu mahsulotlarni o'zimizda 4 ta tekstil korxonasi tomonidan ishlab chiqarib, ularning o'zaro kooperatsiya aloqalari mana shu ko'rgazma doirasida dastlabki memorandumlarga erishildi. O'ylaymanki, bu ko'rgazma birinchi har qachongidan o'zgacharoq o'tkazilayotganligi, bu birinchi marta biz Ohangaron shahrida o'tkazgan biz To'xkon metallurgiya sohasi bo'ladigan bo'lsa, bunda transport sohasini amalga oshirdik. Biz o'z oldimizga xuddi shunday bundan keyingi ko'rgazmalarimiz ham asosiy mohiyatini mana shu sanoat zanjiri kooperatsiya aloqalariga ko'proq e'tibor bergan holda, kelajak loyihalari bilan bog'lagan holda biz tadbirkorlarimizni ham tayyorlab boramiz, ham kooperatsiya aloqalarini yanada kengaytirish va bu orqali mahalliy kontent yo'nalishida mahalliy kontentni o'rnini oshirish natijalariga erishamiz. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun esa yirik buyurtmachilar bilan yuzma-yuz uchrashish, ularning texnik talablari va istiqboldagi ehtiyojlarini o'rganish imkoniyatini yaratdi. Ko'rgazma davomida tadbirkorlar, davlat buyurtmachilari, investorlar, banklar hamda ilmiy muassasalar vakillari o'rtasida qator uchrashuv va muzokaralar tashkil etildi. Bu muloqotlarda yangi ishlab chiqarish yo'nalishlari, mahalliylashtirish loyihalari, uzoq muddatli hamkorlik va kafolatli xarid mexanizmlari muhokama qilindi. Albatta bu ko'rgazmaga Transport vazirligi tomonidan o'zimizga tizim tashkilotlari, avia, temir yo'l hamda avtoyo'l sohasidagi, shu bilan birgalikda jamoat transport sohasidagi yirik korxonalarimizni ishtirokini ta'minlaganmiz. Undan tashqari alohida urg'uni transport sohasidagi kelajak loyihalariga amalga oshirishga qaratdik. Ya'ni kelajak loyihalardagi har bitta ishlab chiqarishdagi yoki shu yo'l qurilish sohasidagi, temir yo'l qurilish sohasidagi mahalliylashtirishga alohida urg'u berdik. Shu bilan birgalikda bu yirik loyihalardan bu hammamizga ma'lumki, bu yangi Toshkent aeroportini loyihasi bor hamda boshqa Buxoro shahridagi aeroport. Bularda metro tizimidagi loyihalar. Bularni ishlab chiqaruvchilarimizga imkoniyat hamda informativ tarzda tegishli ma'lumotlarni yetkazib berish maqsadida ularga qancha hajmdagi inert materiallar, qancha hajmdagi uskunalar, qancha hajmdagi jihozlar
yetkazib keyinchalik talab paydo bo'lishi haqidagi to'liq ma'lumotlar berildi hamda dastlabki kelishuvlarga ular bilan ham erishildi. Avtoyo'l sohasini oladigan bo'lsak, bugungi kunda avtoyo'l sohasida 90% dan oshig'i bu mahalliylashgan. Ya'ni inert materiallar, asfalt, faqat bitum mahsulotlarini bugun yana bitta shu Samarqandlik korxona ishtirok etdi. Ular ham bu yerda bitumni ishlab chiqarishi yo'lga qo'yish maqsadida yirik investitsiya loyihasini amalga oshirishni boshlagan ekan. Ular bilan ham memorandum loyihasi imzolandi va kelajakda mazkur import o'rnini bosuvchi mahsulotni shu Samarqand viloyatidan olish. Shu bilan birgalikda albatta bu transport sohasida eng birinchi navbatda xavfsizlik inobatga olinadi. Shuning uchun har bitta ishlab chiqariladigan uskuna yoki jihozlar bular tegishli tashkilotlarni xavfsizlik talablariga javob berish kerak. Shu maqsadda bizlar nafaqat ularga bu mahsulotni ishlab chiqarish, balki ularni o'zlarimiz shatakka olgan holda ularga qanday yo'llar bilan biz birgalikda amalga oshirishimiz mumkin va tegishli sertifikatlarni olishimiz mumkin degan amaliy yordamlarni ko'rsatish bo'yicha vazifalarni belgilab oldi. Ko'rgazmada nafaqat bugungi ishlab chiqarish imkoniyatlari, balki ertangi transport sanoatini shakllantiradigan innovatsion ishlanmalar ham alohida o'rin oldi. Oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va startap jamoalari tomonidan taqdim etilgan loyihalar ilm-fan, ishlab chiqarish va amaliyot o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Samarqand viloyatida Sofexpo markazida tashkil etilgan sanoat zanjiri ko'rgazmasida Toshkent shahridan 16 ta tadbirkorimiz qatnashyapti. Ko'rgazma doirasida demak ular 32 ta shartnoma va memorandumni imzolashdi. Bu biz uchun juda yaxshi natija deb bilamiz. Sababi 167 milliard qiymatda tashkil qildi ushbu shartnomalar va O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston avtomobil yo'llari qo'mitasi, O'zbekiston Airportsga va metropolitenga butlovchi qismda yetkazib berish, boshqaruv elektronikasini yetkazib berish, yoqilg'i moy mahsulotlari va yangi turdagi mahsulotlarni o'zlashtirish bo'yicha memorandumlar imzolandi. Mavjudlari bo'yicha demak shartnomalar tuzildi. Taqdimotda yangi mahsulot turlari ham taqdim qilindi, yangi imkoniyatlar ko'rsatib berildi. Tadbirkorlarimiz tomonidan nostandart bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarilishi boshladi. Asosiy jozibador qismi shundaki, ayrim mahsulot turlari import qilingan taqdirda ham bizda konstruktorlik, uni ishlovini berish, sinovlardan o'tkazish ishlari hammasi o'zimizning o'zbek mutaxassislari tomonidan amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqarish, mahalliylashtirish darajasi 40% dan 60% ga bo'lgan mahsulotlarimizda ham mahsulot materiallarni, xomashyolarni qayta ishlash darajamiz 90% darajaga yetgan. Bu juda yaxshi ko'rsatkich deb bilamiz. Sababi keyinchalikda bu demak injener, konstruktor, muhandis, texnolog kasblarini kuchli bazasini shakllantiradi va ular tajribaga ega bo'ladi. Assalomu alaykum. Avvalambor milliy sanoat zanjiri ko'rgazmasi doirasida O'zbekiston Airports o'zini mahalliy hamkorlari bilan 6 ta mahalliy hamkor bilan memorandum imzolashga erishildi. Umumiy qiymati 154 milliard so'mga teng bo'lgan memorandum imzolashga erishildi. Bu memorandumdan tashqari bizani xorijiy hamkor bo'lgan TLD Europe, Fransiyaning TLD Europe kompaniyasi bilan memorandum imzolandi. Keyinchalik O'zbekiston Respublikasida rezident sifatida ro'yxatdan o'tgan holda qo'shma korxona sifatida aeroport maxsus texnikalariga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot joriy qilish yuzasidan memorandum imzolandi. Memorandumlarimizning asosiy qismi, eng katta qismi 134 milliard so'mga teng qismi bu aerodrom maxsus texnikalarini mahalliy ishlab chiqaruvchilardan o'rtacha mahalliylashtirish darajasi 60-70% ga teng bo'lgan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilish yuzasidan imzolandi. Bundan tashqari aeroportlarda va aviakompaniyalarda ishlatiladigan посадочный talon deydi. O'shani mahalliylashtirish bo'yicha kelishuvga ham Nishon Group MCJ tashkiloti bilan kelishuvga erishildi. Bu посадочный talonlar oldin Germaniyadan faqat import qilinardi. Hozirgi mahalliy ishlab chiqaruvni yo'lga qo'yish natijasida narxini 50% ga optimizatsiya qilishga erishildi. Aerodrom texnikalarini ishlab chiqaruvchi mahalliy ishlab chiqaruvchiga ehtiyoj juda ham katta. Bundan tashqari operatsion xarajatlar deydi, operatsion расходникlarga bu yerda mana stend qilganmiz.
xohlagan mahalliy ishlab chiqaruvchi kelib tanishib, o'rtacha narxi, keyin soni, qancha ob'yemda kerakligini kelib tanishib, biz bilan hamkorlikni ochiqchasiga yo'lga qo'yishi mumkin. O'zbekiston Airports davlat xaridlari sohasida shaffoflikka prioritetga bergan, birinchi o'ringa qo'yadi, har doim qo'yib kelgan. Buni isbot sifatida biz ochiqchasiga o'zimiz xarid jadvalimizni, xarid reja jadvalimizni ochiqchasiga e'lon qilganimizni misol qilishimiz mumkin. Ushbu mahsulotlar katalogi bilan biz Davlat xaridlari agentligi maxsus portalida yoki o'zimizni rasmiy saytimizda e'lon qilishga, bundan tashqari mahalliy ishlab chiqaruvchilar so'rovga asosan bizdan bu xarid rejani so'rab olishi ham mumkin. Bugungi o'tkazilayotgan ko'rgazma doirasida elektron kooperatsiya portalida qariyb 400 milliarddan oshiq shartnomalar tuzilishi kutilmoqda. Elektron kooperatsiya portalida birmuncha yengilliklar joriy qilindi, ya'ni bu standart oferta tizimi. Hozirgi kunda 84% dan oshiq mahsulotlar standart oferta tizimiga o'tkazildi. Bu esa yil yakuniga qadar 90-95% ga yetkazish maqsad qilingan. Bundan tashqari elektron kooperatsiya portalida tanlov va tender sahifalarimiz ishga tushdi. Davlat buyurtmachilariga hamda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarga o'z mahsulotlarini birmuncha ko'proq yo'nalishlarda sotish imkoniyatlarini yaratadi. Jamiyatimiz tomonidan hozirgi kunda ko'rsatilayotgan xizmatlar elektron shaklga o'tkazildi. Arizalar elektron shaklda taqdim qilinyapti va 3 kundan 5 kun ichida tadbirkorlik subyektlariga nizom talablaridan kelib chiqib mahalliy sertifikatlar rasmiylashtirilmoqda. O'ylaymanki, ko'rgazma doirasida amalga oshirilayotgan ishlarimizni yanada davom ettiriladi va davlat xaridlarida ushbu korxonalarni mahsulot ishlab chiqarishi kengayishiga imkon yaratiladi deb o'ylaymiz. Hozirgi kunda aynan Toshsahar transport aksiyadorlik jamiyati tomonidan shu import qilinayotgan avtomashinalarimizga, filtraj mahsulotlariga va rezina texnika mahsulotlariga talab katta bo'lib, bu o'sha me'yoriy masofa kelganidan so'ng almashtirish doimiy ravishda almashtirilib kelgani uchun ushbu mahsulotlarimizga bizlarda talab katta. Ushbu taklif etilgan import o'rnini bosish uchun taklif etilgan mahsulotlarimizni Toshsahar transport aksiyadorlik jamiyatiga rasmiy ravishda murojaat qilgan holda ularning barcha ma'lumotlarini, yillik talab va boshqa ma'lumotlarni, texnik shartlarini olish mumkin. Мы представляем компанию Технофорд. Компания Технофорд была создана при поддержке Хакимията Джизакской области. Это IT-компания, она зарегистрирована в Джизаке и является резидентом IT-парка, которая создала сайт по логистике автомобильным транспортом. Уникальность этой платформы в том, что она позволяет связывать грузоотправителей и перевозчиков напрямую, без посредников, и это позволяет экономить на транспортных расходах и получать большую прибыль предприятию. На сегодняшний момент у нас происходит процесс подписания меморандума с платформой «Узкооперация». Кооперация с этой платформой позволит создать на базе нашего сайта платформу экологической системы логистики автомобильным транспортом по Республике Узбекистан, Центральной Азии и Европы. Это позволит Узбекистану стать центром логистических услуг по всей Центральной Азии. Она позволит государству иметь аналитические данные по перемещению грузов, по транспортным коридорам, таможенным коридорам и таким образом улучшить организацию этих процессов логистики по территории страны и всей Центральной Азии. 2 kun davom etgan ko'rgazma yakunida eng faol va innovatsion ishtirokchilar taqdirlandi. Ammo tadbirning eng muhim natijasi aynan ko'rgazma maydonida boshlangan yangi hamkorliklar bo'ldi. Transport sohasi uchun zarur mahsulotlarni mahalliylashtirish, yangi ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yish va uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qator kelishuvlarga erishildi. Ko'rgazma transport sohasining 5 ta yirik tarmoq korxonasi, 80 dan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchi hamda minglab mahsulotlarni bir maydonda jamladi. 2 kun davomida yuzlab uchrashuv va amaliy muzokaralar o'tkazildi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar, yirik davlat buyurtmachilari, investorlar va banklar o'rtasida 30 ta B2B hamda 20 ta B2G uchrashuvlari tashkil etildi. Muzokaralar natijasida yangi ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishga qaratilgan 90 dan ortiq hamkorlik memorandumlari imzolandi.
Ko'rgazmaning amaliy natijasi sifatida davlat xaridlari orqali 10 mingdan ortiq shartnomalar rasmiylashtirilib, ularning umumiy qiymati 714 milliard so'mni tashkil etdi. Milliy sanoat zanjiri ko'rgazmasi transport sohasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar va yirik davlat buyurtmachilarini bir maydonda uchrashtirib, yangi kooperatsiya aloqalarini yo'lga qo'yish hamda mahalliy ishlab chiqarish salohiyatini yanada kengaytirish uchun muhim amaliy platforma ekanini yana bir bor namoyon etdi.